bizga o'zi mijoz bo'lmaganlar, klient bo'lmaganlar o'zi ko'chadan kirib keluvdi. Bir ish tarqatiylik, bo'lishiylik degan yaxshi narsalar bilan. Azamat uka, bu sani muammoing mana ventilyatorda bo'libdi, kat yo'lli ventilyatorida. Hop. Pressostatini so'rab kelyapsan. Ventilyatorda nima bo'ldi? Ventilyator boshida kat yo'limiz Y3 xatosini chiqardi, keyin ishlab ketdi. Keyin yana bir xato chiqardi, keyin ishlab ketdi. Bir xato chiqardi, keyin ishlab ketdi. Oxiri bir marta uyimizda svet o'chib qoldi. Kecha to'g'riroq svet o'chdi. Shun bilan katyol вообще yonmadi. Y03 xatosini berdi. Shun bilan kitobini ochdik. O'chirib yoqdik katyolni, foyda bermadi. Keyin kitobini ochib o'qiganimizdan keyin u tuzatadigan yo'li kitobida yozib qo'yibdi. Ventilyatorni ishlamayapti, ventilyator tuzat ili ustiga ko'rsat deb yozib qo'yilgan. Birinchi xatosi shu ventilyator bo'lar ekan. O'sha ketma-ketlikda o'zi 3 ta xatosi bo'lar ekan. Birinchisi ventilyator, keyin ikkinchisi siz aytgan pressostat, keyin uchinchisi yerda to'lib qolgan chang-pangi ili tepadan demaxod chiqqan bo'lsa, o'shalar to'lib qolgan bo'lishi mumkin deb yozib qo'ygan. Shu bilan ketma-ketlikda uyda akam bor, adam borlar, bitta tuzatish boshladik. Birinchi ventilyator ochib ko'rdik, ventilyator tok kelyaptimi, kelmayaptimi, uni tekshirib ko'rdik, lampochka ulab ko'rdik, katyol yoqdik, lampochka yondi, значит, u yoqqa tok kelyapti. Значит, ventilyator tok kelyaptimi, unda ventilyator ishlamayapti. Keyin ventilyatorni yechib oldik bu yoqqa, changini tozaladik, yana taqdik, unda ham baribir bo'lmadi. Keyin o'sha ventilyatorga tok kelayotgan bo'lsa, ventilyator yaxshi ishlamayaptimi, ventilyatorni yechdik bu yoqqa. Keyin fenimizni simini kesdik, o'zi kesilgani bor edi. Rozetkaga tiqdik. Rozetkaga tiqishdan oldin ventilyatordan ikkita chiqib turgan katyoldan tok ulanadigan joy bor ekan. Shtekkerlar. Shtekkerlar. Shu shtekkerni yechib bo'lgandan keyin ulanadigan joyga 220 lik simni uladik, keyin tokka tiqdik. Tokka tiqsa, ventilyatorda bir parra aylanyapti, keyin o'rtada qotib qolyapti. Keyin bildik, o'sha parra yaxshi aylanmayapti, qayerdadir qotib qolgan, patchivnilar qotib qolgan deydi. Ventilyator orqasini o'girsa, orqasida o'sha simlar, keyin har xil narsalar bor ekan. Ularni ikkita atyorka ekan o'zi. Ikkita atyorkani yetsa, o'sha ventilyatorga parraga ulangan bitta patchivni, keyin pastda yana bitta patchivni bor ekan. O'sha patchivniga moy qo'yib ko'rdik, aylantirsa ancha yaxshi aylandi. Keyin yana yig'dik, tokka bitta tiqdik, ventilyator yaxshi aylandi. Ventilyator moylamasimizdan oldin tokka tiqqanimizda ventilyatorda g'irillab aylanyapti. O'zi ovozdan ham bilinadi, qotayotgani. Moylaganimizdan keyin ancha zo'r bo'ldi, ovozi ham chiqmadi. Yaxshi ishlab ketdi. Mana qara uka, necha yil bo'ldi deding? Katyolga taxminan 8 yilcha bo'ldi. Otini italterim deding-a? Mana 8 yildan beri boshida usta chaqirganmiz. Keyin boshida vash tushunmaganmiz-da katyolga, to'g'risini aytsak. Har bitta xatosiga usta chaqirganmiz. Keyin usta nima qilayotganini ko'rib turib, ataylab adam etardilar. O'zlari oldimda ili ustani oldida turmasalar ham, men unda endi 8 yil oldin kichkina bo'lgan bo'lsam ham ustani oldida qarab turgan, keyingi safar xuddi shunday xato qilsa, o'zing sezasan derdilar-da. O'shaning uchun ataylab ustani oldida qarab turib, iloji boricha eslab qolardim-da. Agar eslab qolmasang derdilar adam, ustiga bilintirmasdan videoga olgin derdilar. Usta bilmasin, endi o'zing bilasan, uni qanaqa qilishni, videoga olasanmi yo esingda saqlab qolasanmi? Keyingi xato bo'lganda o'shani o'zing tuzatgin derdilar. O'shanda o'sha 8 yilda sekin-sekin kallani ishlatib, esda qoldirib tajriba bo'lganda. Bolalarni shunaqa qilib ishga solish kerak. Undan keyin mana shunaqa ustachilikdan ham foydalansa bo'lar ekan-a. Zo'r ish bo'lgan ekan-da. Unga prosta sal kallani ishlatsa, eslash qobiliyati bo'lsa, yoniga tortib ketaveradi. Hamma narsaga usta chaqirib, pul berib, ustiga tuzatgandan ko'ra o'zi sal qiziqib ko'rsa, internetdan qidirsa bo'ladi, har xil internetlardan qidirsa, topsa bo'ladi. Bo'ladi. Hamma narsaga
usta chaqirsa endi bilmadim. Pul ko'p ketib qoladi deb o'ylayman-da. Harakat bilan qulti kerak, Xuddi shunaqa harakat bo'lsa, hamma narsa topiladi. Ana shunaqa ekan. Mabodoga mana shunaqa yigitlardan o'rnak olsa ham bo'lar ekan. Xo'p, bu Azamat ukamiz o'zi adalari bilan 35 yildan beri adalari qulupchi ekanlar-da. Mabodoga qulupchilarni xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Salomat bo'linglar.